Assalomu alaykum hurmatli liderlar. Sizlar bilan Shohruh Ubaydullayev va bugungi mavzuyimiz moliyaviy savodxonlik. O'rta Osiyo davlatlarida 99% insonlarda moliyaviy savodxonlik yo'q. Nimaga bunaqa deyotganimni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Moliyaviy savodxonlik o'zi 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich pul topish, ikkinchi bosqich uni saqlash va sarflash, uchinchi bosqich esa uni ko'paytirish. Ko'pchilik inson pul topmayapti emas, pul topadi. $500 topsa, lekin $500 rasxod, $1000 topsa, $1000 rasxod. Va shunaqangi insonlarni men eshitganmanki, oyiga 15000 topaman, lekin 15000 rasxod qilaman deydigan insonlarni bilaman. Ya'ni biz qancha ko'p pul topsak, shuncha boy bo'lamiz degani emas. Ikkinchi bosqich bor. Pulni saqlash va uni sarflash bosqichi. Ya'ni formula bo'yicha bu ishni qilmasak, albatta pullarimiz biza xohlamagan joylarga ketib qolishi mumkin. Uchinchi bosqich pulni ko'paytirish. Ko'pchilik insonlarning shunaqa tanishlari borki, $10,000 pulim bor, nima biznes qilsam bo'ladi? $50,000 pulim bor, qayerga tiksam bo'ladi shu pulimni ko'paytiray deb savol bergan insonlarni men o'zim bilaman. Ya'ni aytmoqchimanki, pulni topgan va uni saqlash, sarflashni bilgan, lekin pulini ko'paytirishni bilmaydi. Uchalasi bo'yicha professional insonlar, ya'ni aytganimdek pulni topishni biladi, uni saqlash, sarflashni biladi va uni ko'paytirishni biladigan insonlar moliyaviy savodxon insonlar hisoblanadi. Shunaqangi moliyaviy savodxon insonlar foizi Yevropa davlatlarida, Amerika yoki Yaponiya kabi rivojlangan davlatlarda ushbu ko'rsatkich 30-40% gacha boradi. Ya'ni har 100 ta inson 30 yoki 40 tasi moliyaviy savodxon insonlar hisoblanadi. Lekin O'rta Osiyo davlatlarida ushbu ko'rsatkich 0,4% tashkil qiladi. Bu degani har 1000 ta insondan bor yo'g'i 4 tasi moliyaviy savodxon degani. Ya'ni har uchratgan 1000 tezdan bor yo'g'i 4 tasi yaxshi pul topadi va uni saqlash, sarflashni biladi va uni ko'paytirishni biladi. Qolgan 996 kishi qancha pul topishsa, shuncha sarflab yurishibdi. Na orttira olmaydi, na pulini ko'paytira olmaydi. Shu sababdan ham ushbu mavzuga jiddiy to'xtalishga qaror qildim. Bugungi mavzuyimiz moliyaviy savodxonlikda ikkinchi bosqich, ya'ni pulni saqlash va uni to'g'ri sarflash mavzusi bo'ladi. Bugun men o'zim maksimal harakat qilib amal qiladigan formulam haqida gapirib bermoqchiman. Ushbu formula hayoti davomida 3 marta bankrot bo'lib, 3 marta yana qayta tiklangan va hozirgi kunda $16 million dan ortiq sostoyaniyaga ega insonni formulasi hisoblanadi. Hammaga hisoblash oson bo'lishi uchun topayotgan daromadingizni $1000 deb olamiz. Va ushbu summani 100% deb hisoblasak, uni 10% o'zingizning haqqingiz hisoblanadi. Ya'ni o'zingizning ehtiyojlaringiz mana shu 10% dan olinadi. Har oyda, ya'ni $1000 10% $100 o'zingizning ehtiyojlaringizga ishlatsangiz bo'ladi. Yana 10% ota-onangizning haqqi. Bu narsa oilaga ajratiladigan puldan tashqari ota-onangizni o'zlarini shaxsiy ehtiyojlari uchun beriladigan summa hisoblanadi. Nima uchun bu formulaga kiritganlarini sababini aytib o'tganlar. 200 ga yaqin olim muvaffaqiyatli insonlarni o'rganib chiqishibdi. Va xulosada aytilyaptiki, hayotda shunaqangi insonlar bor, tez muvaffaqiyatga erishadi. Shunaqa insonlar bor, umri davomida erishadi va shunaqangi insonlar bor, umuman erishmaydi. Va ularning umumiy xulosasi ota-ona deb to'xtalishdi. Agar sizda moddiy tomondan muammo bo'layotgan bo'lsa, muammo otada. Ya'ni biznesga pul tikyapsiz, o'xshamayapti, yana pul tikyapsiz, bankrot bo'lib ketyapsiz yoki moddiy holatingiz yaxshi emas, oyligingiz yaxshi emas, oylikdan oylikka yeta olmayapsiz, ya'ni muammo otada. Endi hayotingizda turli xil ma'naviy muammolar, urush janjallar, asab buzargarchiliklar, sog'lig'ingizda muammo, rus tilida moralniy muammolaringiz, ya'ni ma'naviy muammolaringiz bo'lsa, bu muammo onada bo'ladi. Bu nima degani? Otaga xizmat orqali moddiyatni kuchaytiramiz, onaga xizmat orqali ma'naviy tomonlarimizni kuchaytiramiz deb aytishgan. Oddiygina misol qilib aytadigan bo'lsam, ertalab tasavvur qiling, turdingiz, ishga otlanyapsiz, ketishdan oldin otajon, onajon, duo qiling, men ketyapman desangiz, ota-onangiz duo qilmaydi emas. Albatta duo qilishadi, chin ko'ngildan qilishadi. Lekin tasavvur qiling, otajon qo'llariga $100, onajon qo'llariga $100 berib duo qiling, ishga ketyapman desangiz, uni duosini farqi juda ham katta. 3-10% bu fond. Yozilmagan bir qonun qoida bor.
siz pul topishni boshlaganingizdan keyin insonlar avtomatik sizdan qarz so'raydilar. Lekin biz eng katta moliyaviy muammolardan biriga duch kelamiz shu yerda. Deylik siz oyiga $300 pul topasiz. Biror bir yaqin insoningiz kelib sizdan $200 yoki $150 qarz so'rab keldi. Ya'ni 50% topayotgan pulingizni yoki 60% ni so'rab keldi. Siz nima qilasiz? Katta ehtimol bilan bu pulni berib olasiz. Lekin boya aytib o'tganimdek, berilgan qarz 70% holatda qaytmaydi. Va bizda nima holat bo'ladi? Telefon qilishni boshlaymiz. Erkakmisan, lavzing bormi, uning bormi, buning bormi deb kelishmovchilik yuzaga keladi. Mana shunaqa kelishmovchiliklar yuzaga kelmasligi uchun albatta o'zingizni fondingizni tashkil qilib qo'yishingiz kerak. Ya'ni topayotgan daromadingizni 10% ni bir joyga olib qo'ying. Bundan siz ehsonlarga ajratsangiz bo'ladi, bundan siz qarzga bersangiz bo'ladi. Ya'ni bu kelishmovchilik yuzaga kelmasligi uchun albatta o'zingizni fondingizni tashkil qilib qo'yishingiz kerak. Ya'ni bu topayotgan daromadingizni 10%. Agar siz biror bir insonga sadaqa berish orqali bitta savob oladigan bo'lsangiz, lekin boshqa bir inson eshigingizni taqillatib kelib, muhtojligidan qarz so'rasa va siz unga bersangiz, 70 baravargacha savob olishingiz mumkin. Va shu sababdan ham albatta qarz berishingiz uchun, insonlarga ehson qilishingiz, yordam berishingiz uchun ham o'zingizni o'sha 10% li fondingizni tashkil qilib qo'yishingiz kerak topayotgan daromadingizdan. Siz aytishingiz mumkin, men qarz uchun pul yig'mayman deyishingiz mumkin. Lekin po-любому bilmay qolasiz bir kun insonlarga qarz berib qo'yganingizni. Faqat qarz berishni sharti bor. Bering va keching. Demak bizda 10% ketdi. Ya'ni o'zingiz haqqingiz, ota-onaning haqqi va yaxshi amallar uchun fond haqqi ketdi. Demak bizda 70% qoldi. 35% oilangiz haqqi, ya'ni oilangiz o'zining ehtiyojlari, o'sha produktlari, bir oylik umumiy xarajatlari mana shu 35% dan, ikkinchi 35% esa investitsiya. Investitsiya deganda nima? Deylik sizni yurib turgan biznesingiz bor, topayotgan daromadingizni 35% ni ana shu investitsiya fondingizdan ajratishingiz kerak bo'ladi. Endi ko'pchilik insonlarning qarzi bor. Ularga nimadan ajratish kerak degan savol bo'lishi tabiiy. Shu yerda biz boyaga 70% dan 30% ni ayiramiz. Ushbu 30% ni qarzlaringizga bersangiz bo'ladi. Demak, 70 dan 30 ayirsak 40 qoladi. Endi 40 ga yana boyagidek 2 ga bo'lamiz. Boya 35 dan tushgan bo'lsa oila va investitsiyaga bu safar endi 20% dan tushadi toki qarzlaringizni to'lab bo'lguningizgacha. Eng muhim qonun qoida. Kredit yoki qarz olayotganda albatta har oyda topayotgan daromadingizni 30% ni hisoblagan holatda olishingiz tavsiya qilinadi ushbu formula bo'yicha. To'g'ri, hozir bu formulaga bittada tushib olish oson bo'lmasligi mumkin. Lekin hozir siz kichkina summadan bu narsani trenirovka qiladigan bo'lsangiz, katta pulda unchalik qiynalmaysiz. Agar hozir misol uchun siz oyiga $300 yoki $500 topa turib, 10% ni ehsonga, 10% ni ota-onangizga, 10% ni o'zingizga ajratmas ekansiz, ertaga $1000, $10,000, $50,000 topayotganda bu summalarni aniq ajrata olmaysiz. Aytishingiz mumkin, ko'p pul topsam ehson qilaman deb. Hozir kichkina pul topayotganingizda ehson qila olmasangiz, katta pul topganingizda aniq qila olmaysiz. Endi umumiy formulaga o'tamiz. Birinchi formulaga. Demak, siz $1000 topayotgan bo'lsangiz, 10% o'zingizni haqqingiz, 10% ota-onangizning haqqi, 10% fond. 70% qoldi, 35% oila haqqi, 35% esa investitsiya haqqi. Agar siz topayotgan daromadingizni tepadagi 10-10, ya'ni ota-ona va fond haqqiga ajratmasangiz, ya'ni o'sha 20% ajratmas ekansiz, topayotgan daromadingizni 80% ni barakasini shundoq shilib chiqib ketadi. Ushbu formula har bir soha vakillariga albatta to'g'ri keladi. Ayniqsa o'zimizning sohamizda, ya'ni tarmoqli marketing sferasida juda ham ko'plab insonlarni men o'zim kuzatganman. Oyiga hattoki $5,000, $10,000, $20,000, $30,000 topadigan insonlarni ko'rganman. Lekin ba'zilari moliyaviy savodxonligi yo'q bo'lganligi tufayli hozirgi kunda hattoki kirakashlik qilib yuradiganlari ham yo'q emas. Shu sababdan ham tarmoqli marketingda ishlaydigan barcha liderlarga ushbu formulada foydalanishlarini tavsiya qilaman. Nafaqat tarmoqli marketing, balki barcha sohadagi insonlarga, ya'ni pul topib yurgan insonlarga ushbu formulaga amal qilishlarini tavsiya qilaman. Mana shunday tarmoqli marketing va moliyaviy savodxonlikka oid qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta sahifamga obuna bo'lib qo'ying.